Sizlar uchun uy sharoitida davolab bo'ladigan allergik kasalliklar yechimini aytaman. Bundan oldin menga obuna bo'lasizlar va bitta like bosib qo'yasizlar. Juda oson va juda arzon, hamma yerda topiladigan bitta zo'r usuli bor. Allergik kasalliklar o'sha qichish bilanmi, yo'tal bilanmi, qanaqadir bir toshmalar chiqishi bilanmi, qanaqa allergik kasallik bo'ladigan yechim bor. Mana hamma yerda o'sadigan tikan yantoq deydi-ku, bizda xor deydi. Mana shuni o'zgina olasizlar, quritasizlar. Novot bilan bitta choynakda damlab ichaverasizlar. Bo'ldi, universal usul. Qanaqa allergiya kasalliklar bo'lishidan qat'iy nazar juda oson va arzon usuli. Bu videomni allergiyasi borlar, yo'tali borlar, qanaqadir allergiya bilan keladigan qichmalar, toshmalar bo'ladigan insonlarga jo'natib qo'yamiz va bizga obuna bo'lishni unutmang.